Jarima to'pi tepilyapti. Jarima to'pining tepilishiga sabab Xayrulloh Farhodjonning oyog'iga tepdi. Shuning uchun jarima to'pi belgilandi. Darvozaga tepilgan to'pni Dilshod boshi bilan qaytardi. Darvozani qutqarib qoldi. Murod Farhodga pas berdi. Foziljon Farhoddan to'pni olmoqchi bo'layapti. Murod Qobiljonga pas berdi. Qobiljon birga bir chiqib kelyapti. Zarbani nima qaytarib qoldi? Yusufxon darvozabon qaytarib qoldi. Burchak to'pimi? Burchak to'pimi? Tez bo'l. Obor, vaqt ketyapti. 5 sekundda tepishing kerak. Bo'ldi. U Qobiljon Farhodjonga pas berganida Ahror olib qo'ydi to'pni. To'pga olishuv ketyapti Ahror bilan Farhodjon o'rtasida. Nihoyat to'pni olib qo'yishdi. Humoyin Dilshodga pas chiqarib berdi. Dilshoddan to'pni Murod olib qo'ydi. Murod outga chiqardi. Tayyorlan. Offside tasa. Chiq o't nariyoqqa. Qanday offside bo'ladi? Dilshod to'p bilan Murod olib qo'ydi to'pni. Yana Dilshod tepdi, foydasiz. To'p tashqariga chiqmadi lekin. Ahror assit qildi Dilshodga. Gol bo'ldi. Ahrorda assiti bilan gol bo'ldi. Hisob 1-1. Boya Farhodjon gol urgan edi. Hisob 1-1. Qizil kiyimli komanda bitta gol urdi, ko'k kiyimli komanda bitta gol urdi. Birinchi taym tugadi. Dam olasizlar.